Baqir-chaqir qilmaymiz. Bugungi obzorimizda o'sha mashhur brend 75 dyumli Samsung televizori. Samsung 75U8000 modeli. Bu modelimiz Vyetnamda ishlab chiqarilgan. Asosiy xarakteristikasiga keladigan bo'lsa, 75 dyum, ya'ni 189 cm hisoblanadi. 4K UHD bo'ladi. Piksellari 3840 ga 2160 bo'ladi. Oddiy LED display, ya'ni kristal UHD. Chastota obnovleniyasiga keladigan bo'lsa, 60 Hz. Bu oddiy kanallarni va kinolarni ko'rish uchun ideal Hz hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, bu o'yinlar o'ynash uchun mo'ljallangan televizor emas. Kristal protsessor, 4K, upscaling ham bor. Ya'ni bu upscaling nimani beradi? Pastroq Hzga keladigan chastotalarni o'ziga to'g'irlab, tasvirni ancha yaxshilanishiga sabab bo'ladi. HDR+, HDR10+ larni podдержка qiladi. Kontrastnosti o'ziga yarasha juda yuqori hisoblanadi. Ovoziga to'xtaladigan bo'lsa, ovozi 2 kanalli, 20 Watt, ya'ni har bitta kanalida 10 Wattdan ovozi bo'ladi. Ovoz ekranga moslashadi. Q Symphony funksiyasi bor. Bu Samsung soundbarlari bilan juda yaxshi chiqishadi. Smart funksiyalariga keladigan bo'lsa, operatsion tizimi Tizen, Wi-Fi ga ulanadi. Bluetooth 5.3, YouTube, Netflix va boshqa hamma ilovalarga bemalol ulanadi. Yana bitta afzalligidan bittasi AirPlay, ya'ni iPhone uskunalariga bemalol muammosiz ulasanglar bo'ladi. Smart Things funksiyasi bu aqlli uy, ya'ni umni domlarni aynan shu televizordan boshqarsanglar ham bo'ladi. Qo'shimcha tashqi konsollarni ulaganinglarda o'yinlarni bemalol standart o'yinlarni o'ynasanglar bo'ladi. Lekin bu televizor gamerlar uchun emas, ya'ni 120 Hz emas, aynan 60 Hz da ishlaydi. Portlariga to'xtaladigan bo'lsa, HDMI 3 ta porti bor, USB bitta porti, LAN porti, ya'ni Wi-Fi ga ham sim bilan ulasanglar ham bo'ladi. O'lchamlari, vazni o'ziga yarasha o'rta hisobda hisoblanadi. Shuncha maqtab afzalliklarni aytgandan keyin bu televizorimiz ham o'ziga yarasha kamchiliklari bor. 3 ta asosiy kamchiligini aytib o'taman. Boya aytib o'tganimdek, bu ekran chastotasi 60 Hz, ya'ni o'yin o'ynash uchun yoki sportda tez kadrlarni ko'rish uchun mo'ljallanmagan. Ovozi o'rtacha. Tavsiya qilib qolamiz. Bunga agar imkoniyatingiz bo'lsa, qo'shimcha soundbar ulashi. Uchinchi, yana minus taraflaridan bittasi, ekrani QLED emas, oddiy kristal UHD. Lekin standart uy sharoitida ishlatishga ham juda qulay hisoblanadi bu model. Aynan shu narxga Xitoy brendlaridan prinsipga yo'q deydiganlar uchun Samsung Vyetnamda ishlab chiqarilgan aynan shu modelini tavsiya qilgan bo'lardik. Maqtanmaymiz, narxlari xudo xolisa eng zo'r narxlarda bo'ladi. Narxini bilish uchun profilimizda Telegram kanalimizga o'tib, bemalol narxini bilib olishingiz mumkin. Aloqada bo'lamiz. Telefon raqamlarimiz ham yozilgan.